Assalomu alaykum. Qadrli yurtdoshlar. Yangi viloyat To'raqo'rg'on tumanida Gazablog seximizdan kanalimizga video joylayapmiz. Anchadan beri video joylamayotgandik. Ishlarimiz ko'payib ketib, ko'chish ishlari, kengaytirish ishlari ko'payib, mana bugun yana video joylashdi. Bugundan boshladik. 8-mart 2025-yil. Mana quyilish jarayoni. Xudo xohlasa mana yangi quyilganlari. Yo'lda. Yasin 400 markadagi semenda qo'yamiz. Yasin 400 marka. Bu Yasin 400 markadagi nimaga ko'pchilik so'rashyapti? Yasinni nimaga qo'yapsizlar bunda deb. Bunda qo'yishimizga sabab tez qotadi, mustahkam bo'ladi. 400 marka bo'lgani bilan qandaydir boshqa semenlarni 500 markasini qizdan da yaxshiroq chiqadi bunda. Qotishi, boshqasi zo'r chiroyli chiqadi. Xo'p. Mana chussi varzigiga hozir yuklayapmiz. Chussi varzigidan taka solgandik. 16 ming so'mdan chussi varzigiga yetkazib berish. Mana mustahkamligini ko'ringlar. Yasinda chiqqan qishlamashlar. Boshqa semendan quyib ko'rdik, unaqangi bunchalik effekt bermadi, mustahkam bo'lmadi. Shuning uchun Yasinda quyapmiz. Bular bugun chiqqan ishlarimiz. Bular kecha chiqqan ishlarimiz. Bugun chiqqani ham qattiqligi joyida. Joyida. Sal qo'limda qilsa, mana bunda holatda qo'l kirib ketadigan bo'lar ekan. Boshqa semenda. Bunda mana. Kimga Gazablog kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. Xo'p, eski 90-avtobaza. Raygaziyona Rentar. Ekranda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Vodiy bo'ylab 16,5 mingdan dastavka qilib yetkazib beryapmiz. Vodiy bo'ylab Farg'ona, Andijon tomonlariga. Namangandan 16 mingdan yetkazib beryapmiz.